Tak, bu mashinamni endi nima qilsam ekan Korоче, kimgadir aytishim kerak qo'riqlab turishi uchun. Bu judayam qimmatbaho mashina. Agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni kechira olmayman. Yaxshisi qo'riqlaydigan odam topishim kerak mana shu qishloqdan. Hozir topaman aniq. Kim qo'riqlaydi ekan, a? Xo'sh, tak, nechta daraxt olsam bo'ladi? Yana hozircha 5 topdim, 5 ta yetamikan? Menimcha yetmaydi yo'q, shuning uchun ko'proq olish kerak. 15 ta qilsammikan? 15 ta qilsam menimcha yetadi aniq. Tak, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Jo'xan qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal boshdan qat'iy nazar Jigar Tez kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Короче, nima deyotgandim? Ha, daraxt olayotgandim. Daraxtni nimaga olayotganimni esa sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Uyimni atrofini o'rab chiqmoqchiman. Bo'lmasa jitellar uyimga kiraverib uyimni tentayni emas, meni tentayni chiqarib yubordi. Uyimni tentayni qanday chiqara bilmadim. Короче, o'shaning uchun hozir yog'och to'playapman. Bir ikkita tosh ham olishim kerak. Toshni nima qilasan desanglar, tosh bilan ham o'rab chiqmoqchiman. Tag qismini tosh bilan o'rayman. Shunda ular kirish qiyinroq bo'ladi. Nimagadir o'zini uyi deb o'ylaydimi? Hayronmanki, uyimga o'zidan o'zi kirib ketaveradi. Ularni o'ldirib ham qutula olmayman. Doim o'ldirsam ham baribir qaytarilib kelaveradi. Tak, tosh nechta olsam ekan, a? Ko'proq olishim kerak nima bo'lsa ham, chunki bir vaqt ham jitel o'tmasligi kerak. Sizlardan bitta yordam so'ramoqchiman, jigarlar, bilasizlar, sizlardan o'zi ko'p yordam so'ramayman, ammo hozir yordam so'ramoqchiman. Men video serial olmoqchiman. Serial uchun menga ideya kerak bo'lyapti va bu ideyani albatta sizlar topib berishinglar kerak. Men sizlarga ishonaman. Kommentariyaga tez tushib serial uchun ideya yozasizlar va menga bu katta yordam qilgan bo'lasizlar. Keyin o'sha serialni men olamanda yangi kanal ochib turib, o'sha yangi kanalga joylayman. Yangi kanal linkini esa sizlarga aytaman mana shu kanalda deb. Keyin kirasizlarda bemalol ko'rsanglar bo'ladi o'sha video serialni. Bitta daraxt tushib qopti, uni ekish kerak. Biz yaxshi odammiz, yaxshi odamligimizni ko'rsatishimiz kerak yana bir bor. Mana, ana endi bu yerdan daraxt chiqadi. Mana bitta nima qolib ketibdi. Daraxt qolib ketibdi. Ikkita ekan, bitta ham emas, ikkita qolib ketgan ekan, tek oldim. Ana endi uyimga tezroq yetib olishim kerak va uyimning atrofini o'rab chiqishim kerak. Xo'sh, cho'tki qilib o'rab chiqaman. Shunday qanaqangi qishloqlar meni asabimni buzib, uyimga kirib kelavermaydi. Agar kirib keladigan bo'lsa ham uraman yoki o'ldiramanmi, xolos yo'q qilaman raqibni. Xo'sh, tak. Jitellar qandaysizlar, o'z? Men senga uyimga kirma deganmidim? Ha, deganding. Unda nima kiryapsan uyimga? Prosta zerikdim. Sen zerikkaning uchun ham uyimga kirasanmi? Ha, kirib keldi, kirdim. Senlar gapirgan befoyda ekan, to'xta. Tak. Yaxshisi asabni tinchlantirgan holatda to'xtanglar. Men kerak ekan, hammasi kerak. Bitta ketmonda olay. Hozir chiqib biroz bog'da ishlashim kerak, ya'ni toshni ham maydalamoqchiman, qaranglar farosatni. Tak, bularni inventariga olib qo'yay hozircha. Fermamda biroz ishlashim kerak, mana bu narsalarni olishim kerak. Iltimos, hatto fermamda oldiga kelmanglar. Kelamiz, senga nima yemayapman shu narsalaringni. Yemasang ham yegandan battar qilib yordinglar hammang. Kirib qarama, bor, ishlayapman men bu yoqda. Bo'pti, qaramayman. Yomon asabimni buzyapti bu jitellar. Bor, o'zini uyi deb o'ylaydimi, meni uyim deb, fermamda o'zini fermam deb o'ylaydimi? Hayronman, bularga farosatdan dars o'tishim kerak bir ikki kun. Lekin o'sha darsga ham kelmaydi bular, sababsiz bo'ladi. Keyin bularni ota-onasiga jarima yozib berishimga to'g'ri keladi. Keyin jarimani ham to'lamaydi. Baribir farosat yo'q-da bularda. Farosat bo'lsa o'sha jarimani ham to'laydi-da. Lekin sizlarga maslahatim maktabdan qolmanglar, chunki maktabdan qolish bu hech nima olib qolsanglar qolaveradi, o'zinglar bilasizlar. No, men qolmayman, chunki qolmayman-da prosta. Tak, okey, daraxt debman, mana nima edi? Короче, nomini eslay olmayapman. Mana shu narsalar hammasini ekib chiqayapman va sabzi qoldi. Sabzi bu gal 11 ta ortiqcha pishibdi. Oldin juda ham ko'p pishardi. Bugun bilmayman nimagadir kam pishib qopti. Balki hosil yaxshi bo'lmaganining sababi suv yoki quyosh yoki boshqa joydan bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin aynan qanday sababligini to'g'risini aytsam bilmayman. Xo'p, bu narsalarni yana joylashtirib chiqish kerak. Shu bosh og'riq bo'lib ketdim bora oxiri. Endi bizga rishotka kerak. Tak, mana shuni hammasini emas, to'xtanglar. 16 tasini aylantirsam cho'pga. Yo'g'e, yomon noto'g'ri ish qilib yuborayapman. Xo'sh, hammasiga olamiz.
Aha, tak. 48 ta bo'ldi. 48 ta yetsa kerak a. Menimcha yetadi, 48 ta hozir qo'yib chiqamiz. Birinchi mana bu yerda sozlaymiz. Bu yerdan kirib kelish ularni oson. Mana bu yerga bitta eshikcha qo'yib qo'yishim kerak. Hozircha menda eshik yo'q, shu uchun shunday turib tursin. Yani endi hovli qilib chiqishim kerak bitta o'zimga. Tak, mana shuncha kattalikdagi hovli menga yetadi. Juda ham katta hovlida aniq yashay olmasam kerak. Xo'sh, hatta nima mana bu narsa oldi jitellar turibdi, bilmadim. Men hozir mana bu yerlarda to'g'rilab olay deb keyin boraman u yerga. Cho'ta nimadir nitu u yerda ko'ryapsizlarmi? Nimadir paydo bo'lib qopti. Nimaligiga men qiziqyapman, lekin avval uyimni atrofini o'rab chiqmasam. Mana buni qaranglar. Obbo. Menga qara, chiq, mana yoqqa chiqib tur, chiq dedim. Chiq, o'ldiraman sen, o'ldiraman. Yaxshi, o'sha yoqroqda tur. Tak, olamiz. Aha, tuk. Bir qavat yetmaydi, men shunaqa qilaman. To'xtang, brat, chiqib tur. Chiq, sanlarni surib chiqarib, urib chiqarib, короче, qaytib bo'lsam chiqaryapman. Bo'lmasa uyimni bular egallab oladi, ko'ryapsizlarmi? Men mana shu hovli qilib qo'yaman uyimda. Shunda kira olmaydi ular birortasi ham. Tak, bu yerga bitta, bu yerga noto'g'ri qo'yib yubordim. Tak, buni ham olamiz. Ana endi o'sha joyga borsak bo'ladi. Ya'ni qanaqadir g'alati mashinaga o'xshash narsa ko'rdim. Va mana o mana brat kim? U nima qilyapti? U orqasida pulmi? Orqasida qandaydir belgi bor ekan. Creeperni belgisimi? Nima narsa? Wow! Voy bratan, assalomu alaykum bratan, qalaysiz? Alaykum assalom. Yaxshi. Hozir 1 minut. Qalaysan, Johan, senmisan? Meni qayerdan taniysiz? Seni butun dunyo taniydi-ku. Yo'q, unaqa emas. Men unaqangi maqtab yubormang. Короче, senga bitta vazifa bor. Mana shu mashinani bir kun qarab ber. Pulni bersangiz bo'ldi, gap yo'q. Mana pul og'zingga siqqancha beraman. Oho, $10,000. Dushi brat, qarayman bir kun bolamdek qarab beram, bo'ladimi? Давайте, senga ishondim. Bo'pti, men ketdim. O'zim shaxsiy ishlarim bor, shularni qilib kelay. Aha, mayli. Tuyak, haydab ko'rsam ham bo'lsa kerak, lekin bu uymi bu? Bu tomon, oho, orqasini qaranglar. Amortizatorlar bor ekan. Brat, qoch, men buni qarashim kerak. Menga qara, qoch dedim men senga. Men senga qoch dedim. Uyni ichiga kirib ketaman, qaranglar. Yo, tush dedim men senga. Tush degan payt tushmaydi. Oxiri o'ldirishga majbur bo'laman. Gapni 2 marta yana qaytardim. O'zim ham hayronman. Tak, ana endi mashinani haydab ko'ramiz albatta. Tak, benzini bor ekan. Wow. Uyimni yoniga yetib qo'yaman-da endi. Misol, buni qarashim uchun men uyimni yoniga turganim ma'qul. Haydama degan bo'lishi ham mumkin brat menga, lekin men haydayapman. Menga demadi. Men eshitganim yo'q, haydama, Jo'xa mashinamni haydama degan joyini eshitmadim to'g'risi. O'shaning uchun hozir haydab uyimni yoniga ketaman va o'sha joyda bunga hozir reshotka bilan atrofini o'rab chiqaman. Shunda dahshat bo'ladi. Yoki oddiy reshotka emas, tosh bilan o'rab chiqaman. Tosh olib kelganman-ku axir. O'sha toshlar bilan hozir garaj yasayman bunga. Okey, asta haydaymiz. Asta qayergadir urib qo'yadigan bo'lsam, buni to'lay olmasam kerak. Narxi ham ancha qimmat bo'lsa kerak. Mana shu yerga qoldiraymikan. Menimcha voy, datchik yonib qolibdi-ku buni. Datchik eng yomon ko'radigan narsam datchik yonib qolishi. Tak, asta minamiz va datchik o'zi o'char ekan, bo'ldi o'shda. Yopamiz. Juda ham chiroyli va neobычный bo'lgan ajoyib katta mashina. Mana bu yerda ochib olish kerak avval. Shu yerda hozir garaj quraman yoki rishotkalarni ochib rishotkaga qo'shib qo'yayim ekan. To'xtanglar, menda taxti yetarli emas. Mana bu yerda ochamiz. Hozir bitta cho'tkiga kelib qoldi, o'shanaqa qilaman. Bu yerda ochamiz full. Ochib bo'lganimizdan keyin mashina ichkari kiritib, mashinani atrofidan o'rab chiqamiz. Xo'sh, bo'ldi. Tak, ana endi bu yerdan qo'yamiz. Mashinani avval ichkari kiritib olay, keyin tak, biroz bu yoqroqqa. Endi esa asta urib olsam, agar o'zimni sotib ham to'la olmasam kerak bu mashinani. Chunki juda ham qimmat mashina. Uyda bu mashina emas, bu uy. Uy to'lashimga to'g'ri keladi keyin. Balon tegib qoldi, mayli. Nayloj, nima ham qilardim. Tak, bu yoqqa tosh qo'yib yuboramiz. Tak, okey. Xo'sh, okey va yana bitta okey. Tak, 2 ta hali qilamiz, chunki jitelar bo'yi baland, bemalol ustiga chiqishi mumkin. Menimcha yetadi. Normalniy bo'ldi. Kechasi shu yerda tursa,
ertalab kelib olib ketsa kerak egasi. Judayam ajoyib uy bo'ldi. Faqat mana shu yer tegib qolgani yomon bo'ldi. Biroz oldinroqqa haydab qo'ysam menimcha tegmasa kerak. Tak, ozgina, ozgina va yana bo'ldi mana. Judayam ajoyib. Men chiqib ketdimmi? Yo, chiqmabman ekan. Tak, endi aylanib kelamiz va tegmabdi. Judayam ajoyib. Oldi tegib qopti. Mayli. Muhimi qirilmagan, muhimi toza turibdi hamma joyi va ichiga kirib uxlasam bo'lardi, ammo kravat yo'q ekan ichida. Voy, kravat solib qo'ysa bo'lmaydimi? Kechasi qayerda uxlaydi u, brat? Hayronman. Mayli. Muhimki yo sani bobo kalonlaringni hurmat qilay. To'xta, sani bobo kalonlaringni men hurmat qilishim kerak. Asabga tegadi. Uyimga nima qiladi kirib birov uydi? Sen nimaga kelding? Uyga kirmoqchiman, zerikdim. Zerikmay o'l. Sendan zeriksang keladigan joyingmi meni uyim? Bu uyga men yashasam, senlar zerikkaningda kelaversang bo'lmaydi-ku. Pullarimni mana shu sandiqqa solib qo'ysam, xavotirsiz turadi va bu narsalarni qaytarib mana berib qo'yamiz. Nechta narsam bor, sanab o'tirishni nima keragi bor axir. Tak, mana bu yerga nimadir qo'yib qo'yay, to'xtaylik. Kechasi ular kirib asabimni buzmaslik kerak. Menda yana yog'och bor. Ana nimada o'shanaqa yasasam bo'ladi. Ya'ni rishotkaga bo'ldi yetar ekan. Tak, 3 ta yetadimi? 9 ta ekan. To'xtaylik 1. Bo'ldi, всё, нормально. Bo'ldi, bemalol endi tinchgina uxlasam bo'ladi. Tak, uxlaymiz.